Assalomu alaykum xalqim. Hozir bize Turkiyada toza dükkan açıldı. Şunu göstereyim bir. Bu dükkanımız kamera bo'yicha bo'ladi. Birinchi bo'lib lokatsiyasini tushuntirib beraylik sizlarga. Lokatsiyamiz Qo'sha darvozani bilasizlar, To'rtko'l tuman Qo'sha darvozasi. Shuni kirganlaringizda 10 qo'lda bo'ladi. Endi ben internet tushuntirsam, ben tarafta X Mobile telefonlar bo'yicha Optim dükkan bo'ladi. Dealer 300 Chinni bozor dükkanı. Ko'pchilik bilsa kerak. So'ng ben tarafta yana To'rtko'l tumanida Abdulomidni shunday ana asosida ben tarafı yine kamera dükkan bo'ladi. Xudo xolasa sizlar uchun bir like basınlar kameranın narxlarini necha so'm tushishlarini birga şu an hisoblab beramiz. Bir de hozirgi kunda 4 yilda eldi Optim dükkanidan birisi hisoblanadi ekan. Assalomu alaykum Sodiq aka. Siz bo'yicha eng Optim yerda turibsiz. Xudo xolasa xalqimizga bir ma'rifatli bu zo'r do'konda Aytib bilasiz. aytib bilaman xudo xolasa. Xudo xolasa qaranglar, sizlarga zo'r rangdan tayyorlab qo'yibmiz. Necha so'm tushadi bir uyingizga, shuni hisoblab beramiz. Endi qarang, masalan ko'pchilik uyine kamera qo'yacak. Necha so'mdan boshlanadi o'zi? Kameralarmi? Kameralar xudo xolasa 180 ming so'm bosh dedi. O'zi hamma yerdan shunday 180. Endi biza xalqimizni o'ylab holda arzonlatamiz uni. Skidga qo'yib berasiz 4 yil bugun kanali uchun. Nodon kanalida? 4 yil bugun. 4 yil bugun. Salomlashibmisiz? Salomlashing. Assalomu alaykum 4 yil bugun obunachilar, sog'misizlar, omonmisizlar? Endi xudo xolasa boku, musofirda bo'ratlardan zo'r inovi bo'ldi-da bu. Dükkan. Yangilik bo'ldi. Yangilik bo'ldi ava. Xudo xolasa Amerikada ishimi masalan meni, Germaniyada ishimi, Livoyada ishini onlayn ko'rib, uyi bilan so'rashib o'tiradi. So'rashib o'tirsam bo'ladi. So'rashib o'tiraveradilar. Shu masalan sen sirtda belki Pokiston oranda o'tirasan, men bu yoqda-ku, shunday so'rashib o'tiraveramiz. Nechun desa, yaqinda shu. Kamerada hamma funksiyalari bor. Ava, shunday funksiyalari ko'p. Xudo xolasa kameralarni esa boshlaymiz. Esa birinchi komplektdan boshlaymiz. Komplektimiz. Qarang. Geçti çonebele gösterdiğini var, sivitno gösterdiğini var. Bu sivitno var, doğru mu? Şu 4 tane yine, 4 tane kameramız yine bir komplektte baytladı. Bakası, Hikvision, orijinali. Geçti sivitno çürediğini bu zoru bu. Ha, geçti sivit yok bulsam çürük veradi. Ava, bakası, bunun bakası 2 milyon 900 3 milyon zaman çüredi bu opşi komplektte da. Aa. Bize halkımızda öyle halda bunu bakasını skit yetip verecek ben dükkanı taze açılışını var. Çözüme koyup verecek senden. Necha so'mga qo'yib berasiz sağa eng qiziqi. Buni boqi, seni obunachilaring uchun, men obunachalarim uchun xudo xolasa, kelsa, men 4 yil bugunni ko'rib keldim desa, buni 2 milyon 600 ming so'mga qo'yib beraman. 2 milyon 600 ming so'mdan ketdi. Shu komplekt, hammasi bor. Ava, buni agar qimmat ko'radilar bo'lsa, masalan, yo'q, arzonroq bir hamyonbobi yo'qmi desa, ilovamiz bor ina. Xudo xolasa 4 tana. Ha, bom 4 tane bo'ldi. Endi buni ham tushuntiring. 4 tane kamera-ku tak bir oydan ziyod tushiradi. Tamam. Bir oy saqlanib ketadi miyasini. Keyin yo'q, ukam hamyonbop bir dükkan ochdim. Yo'q bo'lsa uyimda varakini sal hamyonbop bo'lsin desalar boku, ilovani beraman. O'zi 2 milyon 600 ming so'm chiqadi-dan bu. Buni farqi nima bo'ladi? 4 tanasi. Farqimi bu geçti çonibeli gösterdi. Ha, çonibeli bo'lgan bo'lgan. Shu o'rinda farqi bor ekan. Shu o'rinda farqi bor, lekin qara, original narsa bu. Ha, bom Hikvisiondan bo'ldi, to'g'rimi? Gündüzü üşügiyim. Mesela bile gündüz günü üşügiyimin nişik olsa üşünet gösterdi. Mesela bile benimki ne üşün nişik olsa üşünet gösterdi. Ha. Gündüz günü. Geçti projektör yakıp koysa eğer projektörü olsa vam şu Fat gösterdi. Sivitno gösterdi. Bu bakası 2 milyon 600 ming so'm. Vam şu bir aydan ziyod tushiradi. 1 terabayt miyasi bilan. Ha, 1 terabayt miyasi bilan bir oydan tushirib beradi ekan. Почти hamma narsasi bir xil, lekin kamerada farq etib turibdi, to'g'rimi bu? Tamam, farq etib turibdi. Endi buni qarang. Bu chisti originali bu. Hikvision. Ko'p radarlar ham aytadi-ku. Hikvision dedi, asarrak aytadi-ku. Ha, tafsildan bo'lding, to'g'rimi? Shu original. Necha so'm qo'yib beramiz buni eng qiziq yeri? Qiziq yeri boqib, xalqimiz uchun boqib buni. 2 milyon 400 deymi? Yo'q. Bak, toza dükkanni toza ochilishimda boqib, 2 milyon 200 mingga qo'yib beraman. 2 milyon 200 ming so'mdan ketdi. Yetdi ava. Agar yo'q, qara 2 milyon 200 ming yo'q mana deydi-ku. Ha. 2 milyon 200 ming yo'q deydi-ku. Bir pasport keladi, 3 oy, 6 oy, 12 oy bo'lib to'lasham olib biladi. Pasportni evazini, bir dana pasportni evazini bo'lib to'lasham olib kelsangiz bo'ladi. Musofirda yurt tashqari bir-birlarni bosib qo'yamiz, xudo xolasa sizlar uchun zo'r yangilik. Endi boshqa narsalarni tushuntirib bering bir. Masalan, yine berdi yine u 3 gözlü kameralarımız var yine. Hem yerde 800-900 ming so'm satılıb turibdi. İnternetlerde 799 ming so'mga qo'yib ketdi-ku. Necha so'm qo'yib beramiz? Bizden xalqni o'ylagan holda boku toza dükkandan ochilishimlar
Bu sim kartada işleydi onu var, Wi-Fi'de işleydi onu var. Gelse düşündürüp veremiz. Bunu bakasına bakı 1 milyon 650 bin so'mga koyup veremez. 1 milyon 650 bin so'mdan. Ava 1 milyon 650 bin so'mga koyup veremez. Yine bunu sonraki bakı al bonusuna koy şöyle şep veremez. Ha, işlep veresiz Sim onu. kartasına kese oldu şöyle bonusuna şep veremez. Lekin sonraki 200 bin so'm. Libo ustadan sorasın, so'mga şep veresen dedi. De sorasın 200 bin so'm dedim. Ben bonusuna şep veremez. Şu bahanın içinde mutlaka tekinge işlep veresiz, doğru mu? Şunun içinde yine bonusuna şep veremez. Bu 300 de buladı bu. Kara 300 de buladı. Kekin mesela kameralar yani köple ya büyük kanadı bu. Ava. Bunu 10 amper, 15 amper, 20 amper, 25, 30 hemmesinden bak. Xudo xolasa. Hemmesinden top veresiz. Cevap. Blokta ne var? Sonra miyelerinde diyeyim bak. Xudo xolasa miyesini nereye koyduk? Bir assortiment doluyup turibdi görgenlerin izleyini. Libo kamera var. Libo yerden yine narkomanı sorasın. 3 kamera yine mesela mağaza 20 terabayt linklerden bu. Hı. Dinlik satıladi. Agar to'q o'ynagan vaqtda kuyadidan bu. Masalan, Libo kamera tutsadik yine 3 kamera mesela bu yerda 400 ming so'mga ko'rdin deydi. To'g'rimi? Ha. Shuni arzon qo'yib berasiz. Gap biza javob. Ana halkım, bir like'larni bosib qo'yinglar, eng arzon aytib beraman deydi. Bemalol kelaverasizlar shu videoni ko'rsatib boqaman. Keyin imberda quyosh paneli kameralarimiz ham bor. Ha, har xil, ine. Quyosh paneli. Yine. Buni 1 2 tak 3 4 bu bir 10 turi bor. Xudo xolasa. 10 turi bor. 10 turi bor. Xudo xolasa yine. Ko'rs. Buni masalan men shunga o'xshagani bilan borku. Endi bu yerda arzonroq ko'rib qoldim-ku. Megapiksel degan narsasi bor buni. Ha, megapiksel. Bo'ladi-ku 50 megapiksel, 108 megapiksel shunday narsalar bo'ladi-ku. Shuni ham aytib beransan buni. Necha megapiksel bu? Bu 4 megapiksel. Ha, 6 4. megapikseli bor, 2 megapikseli bor, 3ligi bor. Xudo xolasa kelsa hammasini tushuntirib beraman. So'ng ina bu hozir trenddagi SOS kameralarimiz. Yine 2 gözü hozir trendga chiqib ketdi. Ko'pchilik shundan qurib turibdi. O'zi 1 million 200 ming so'm bu. Bu 1 milyon 200 bin so'm. Boshqa yerlarda. Siz so'm ko'p beraman deysiz? 1 million so'mga qo'yib beraman. 1 milyon so'mga gap biza javob-ku. 200 ming so'm skidka olib ketdi. 1 million so'mga ishida men ko'rib keldim deydi-ku, 1 million so'm hammada bir vaqt ekan deydi-ku, 50 ming so'm qaytib beraman. Yana 50 ming so'm ketdi. 250 ming so'm minus sana yine. 250 ga kelsa 900 ga qo'yib beraman. Endi sana shuni tushuntiring, yine. Boshqa so'rasin, ko'rsin, kelsin. Hemen son deydi-ku, bo'ldi, garantiya 100%. 50 ming so'm qo'lga qaytib beraman. Libo yeridan garantiya bu. Ana Sadabek aka bir like'larni bosib qo'yinglar, obunachilar, sizlar uchun zo'r imkoniyat. To'q ko'paytiradigan narsalarimiz ham keldi, xudo xolasa. Ha, bularni aka qo'yibsiz. Bular ham shunday amal etadi. Masalan, men ham bular tak 2 million so'mdan boshlaydi-ku bular. 5lik, 10lik, 15, 20, 30 ketaveradi. Короче, bular ham omaqa xarid keladi-ku, pulim yo'q deydi-ku, toza xo'jaliklar oladi, puli bo'lmaydi. Keladi, pasportni olib keladi. Shu 3 oy, 6 oy, 12 oy bo'lib to'layveradi, xudo xolasa. O'zlarini yaqqan tanlab oladilar, bo'lib to'lasham hammasi bor. Aytganimizdek. Ben tarafına kamera dolup turibdi, o'zlari esa yaqqanni saylab olsangiz bo'ladi. Ishora keladi-ku yine. Ha. Iç kamera yine mesela gelsin bana bir şey yaxshilarına ver, maşinin nömerini uradı, onu verdiği dolar ham bor. Geladi, yine şu uradı. Bana yine televizorumuz var. Bilib ko'rsam seni. Hammasini yine ishab qo'yibmiz buni. Bu kamera do'koni. Ha, tuzib ko'rsatib berasiz. Avval. Keyin bu izvezda yine turi ko'p bularni yine. Her türlü bor. Gelsa tushuntirib beraman. Quyosh panelli izvezda bor yine xudo xolasa. Tekvishlarni ko'rsataylik. Şu aytganimizdek hammasini shu neden arzon ko'rsa, undan ham arzon aytib berasiz, to'g'rimi? 100% javob beraman. Şöyle ko'rib turgan narsalaringizni hammasini ko'rib kelasizlar, shudan ham arzon aytib beradilar, xudo xolasa. Komplekt etib, mesela komplekt alaman dedilar-ku. Komplekt alaman dedi-ku. Barsın, çeden kameralarda. Megapikselini so'rasin, necha terabayt oladi, 100 ming so'rab kelaversin. Men o'zim agar zavod vaqadan ham bir şey ünümüm var, короче. Kurguz yetadi. Ava. Xalqimiz uchun. Buna ham arzon berib berasiz. Bir like bosib qo'ymaydi shu gapim uchun. Xudo xolasa. Keyin, ina bu kolonka degan narsalarimiz bor ina. Bu kolonkalarni ko'pchilik bu yerda 4 kunimizda yo'q edi bu. Tamam. Restoran. Bu restoran uchun eng zo'r narsalar ko'p Toshkentda bo'ladi bular. Restoran, kafe, shunday narsalar uchun usullari bilan ina xolasa ina katta zol bo'lsa 4 ni qo'ysin, xolasa 2 ni qo'ysin, farqi yo'q. Nechadan desa to'p beramiz. Hammasidan bor, to'g'rimi? Ava. Bu mesela ben ko'p yerlarda ya gamburger xona ochdim dedi. Ozga bir normal. Ava. 3-4 yerinden bir qo'yib, normal muzika qo'yib nima deydi-ku. Ardındaki kolonkalar qo'ysa, samofirlar to'g'ri kelmaydi. Ha. Shlosin ham bor ina. Ko'rganlaringizning ajoyiblarini taqlab qo'yib deganlar. Ava, turi bor ina, xudo xolasa. Nechik turi bo'lsa kamerani ina hammasidan bor. Shunday qara, shunday boradi-ku ina. Telefon ina, qanaqa? Ben telefonu nereye koydum buraya? Telefon, oddiy
İşte kameranı alacak yine bak. Çeson. Çeson bir şu kamera mesela. Başka yere görüp geledik banko. 1 milyon soma gördü değil. Al 2 milyona gördü değil. 50 milyon som qaytib beraman şuna. Gapime cevap beraman. Ana, şu örneğin bir like basıp koymasanız da olmaydı abunəçilər. Başladıdan uyuna kulak alasa 1 kilo göç alıp giderdik. Ana. Ana. Getdi yengelikni. Zora xuda xalasa bemalol gələrdi. Sadə bekam şöyle. Atkanımız en arzan bahada taza açılış münasibəti bilən qılıb bərədilər. Həmmənizni kütüb qalamız. Lakasdan düşündüyünə də yəni ümidlərimiz. Koşalar azandan girəsilər. 10 kolda xuda xalasa. Həmmənizni dükanımıza kütüb qalamız. Həmmə yaxşı keyfiyyət. Günü yaxşı durunlar. Videomuzu haqqımızda bir like basıb 4 kül bir günə abunə olub qoyunlar.